Hürmetlik vatandaş, endilik tikilik siyerlerimizni davamlaştırımız. Bugünkü islağa 2023 yıl 12. ayının 23. günü vatandaşım. O 24. günü. Bugün günge şembe vatandaş. Şuna bu değil mi? Acayip unutup kalımını almışlar. Bugün yekşembe, 24. günü, bugün yekşembe vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğinlik şeyimiz demeye deyseniz, endi ben dahsilik şeye. Bu Prezident Vladimir Putin ve Ukrayna uruşuğa bağlıq. Bu işler hazır gayri şekilde ciddileşiyordu da vatandaş. Bunun akıbetine keyin göremiz. Hani kiler yılı oturuğa çıkardığındek durdu. Mesela neme deyip tülügün biz sizlerge yetkizge vaxt Prezident Joe Biden'dan Rusiyaga banka şekil yardım bergen armiyasiga yardım bergen Jungo'nun işki bankasını boykot yoki embargo qilganligini yo'qordi so'zliq va ma'muriy buyruqqa Prezident Joe Biden'dan imzo qo'yganligini tunigun sizlarga yetkazdik. Bugungi mavzumunda vatandaş Prezident Vladimir Putin tinchlik suhbati o'tkazishni xohlaydigan uchur tarqatdi. Növbetdagi urush sepida urush to'xtatishni xohlaydiganligini bildirdi. Mavzuli xabar 12. ayning 23. kuni Vanvit orbitida e'lon qilindi. Bu o'tirliqda bir qancha qatim o'tira chiqdi biz sizlarga yetkazdik. Endi bu qatim qilsa biz sizlarga tunigillardan yetkazdik. Nima dedik? Masalan, Yevropa İttifaqı komitetinin reisi Von der Leyen hanımның 12. ayının 21. günü de Ukraynaga beradigan yardımni kelar aydan başlap, masalan 1. ay bolsa 2024 yılning 1. aydan başlap Ukraynaga Yevropa İttifaqıdan keladigan yardım ve pulning üzülüp qaladiganligi to'g'risi xabar ber. Şundaq vatandaş, lekin tunigun 2022 günü Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti imzo qo'ygan davlat mudofaasiga huquq berish qonunida Ukrayna meselesi ve Tayvan bo'g'ozi meselesi uchun yana davomli pul ajratadiganligini o'ttirib qo'ydi. Yani bu işlerden qarasak Amerika Devlet Meclisi mesela Meksika Amerika chegarasi meselesini o'ttirib qo'yib, buni Ukraynaga yordam berish bilan teng o'ringa qo'yib, biz da qaysini qilishimiz kerak degandek Amerika Devlet Meclisi de mesela Cumhuriyetçiler Partisining buningda fikir qo'yganligini. Şoňlaşqa bu yil Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida Ukraynaga yordam berish uchun. Masalan, keyin Prezident Joe Biden bevostalab qilgan 610 million dollarning shunasidir. Birishdan bu qatim bu yil oxirida ma'qullikdan ovozga qo'yganda ma'qullikdan o'tmaydiganligini aytdi. Hesabda kelar yili qoldirildi degan gap. Dal mushundaq paytda masalan biz dedik G'arb dunyosida Ukraynaga beriladigan yardım, xarajat, xamchot bularning ojizlab qolayotganligi va ozayib qolayotganligini nazarda tutganda Prezident Vladimir Putin zada nima deyish kerak, zada nima qilish kerak, buni qanday pozitsiyada bo'lish kerak, bu muhim masala. Shundaqla Prezident Vladimir Putin qanday pozitsiyada bo'ldi Ukrayna masalasiga? Ondaqda Ukrayna xalqi va Ukrayna prezidenti Zelenskiy qanday pozitsiyada bo'ldi? Bu hozirgi vaziyatning bir belgisi bo'lib qoldi vatandaş. Chunki bu yerda bilib o'tsangiz, xalqaro jamiyat Ukraynaga beradigan yordamni ojizlashtirib qo'yamdi degan gap o'tirg'i chiqqanda va sizlarga 2 kundan beri so'zlayotgan leksiyalarning mazmunidan qaraganda endi Rossiya prezidenti Vladimir Putin nima deyish kerak masalan qarang. Vanvit orbiti e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin oshkora so'riladi urushni oxirigacha elib boradiganligi to'g'risi so'zlaydi. Lekin Amerikaning ahvoldan xabardor sobiq amaldorlari mundaq oshkorildi.
9-cı aydan başlap Kreml sarayı diplomatik məxfi yollar arqılıq tinchlik söhbəti toğrusida uçur tarqatdı. Hazırkı uruş sepeti uruş to'xtatishni xohlaydiganligini, faqat Rossiya g'alaba qildi deb ataydiganlar bo'lsa, urush to'xtatishni xohlaydiganligini bildirdi. Demak, hozirgi urush sepida oldingi sep urush sepida Ukraina, Rossiya oldingi sepida masalan Rossiya besib olgan ziminlar kaynida qoladi. Yani Ukraina tarafdan oldingi sepida urush to'xtatdi emas. Lekin şart shuki, Ukraina taraf va boshqa munosabatli davlatlar Rossiya g'alaba qildi deyish kerak. Bu bak haddidan ziyoda qo'yilgan shartmi qanday vatandosh? Sal eshib ketgandek turdi bu hisobda. Hozirgacha nima ish qilsa Ukraina prezidenti Zelenskiy va g'arb dunyosi hozirgacha yoki undaq taqsimot elib borgani yo'q, mumkin emas. Amerika Qo'shma Shtatlari izchil qo'llab keldi. Zelenskiy nima dedi? Men ziminimni qaytarib olaman dedi. Rossiya tajovuz qilib kirgan ziminlarni qaytarib olaman dedi. Hatto Krimiyani qaytarib olaman dedi. Biroq jarayon u yerga yetib kelmadi. Dal mush chog'da prezident Vladimirning o'ttirg'i chiqib, urush sepida urush to'xtatish deganligi men besib olgan ziminlarda jim turaman deganlik. Yoki mishalarni kontrol qilaman deganlik. Va mening bu g'albamni mayli g'arb dunyosi munosabatlik davlatlar va yoki Ukraina o'zimi e'tirof qilish kerak. Shu vaqtda men ondan Ukraina bilan suhbat quraman. Buning ma'nosi shumi? Ondan yana nim dedim, mushqatim qo'lga keltirgan ziminlar bilan qanot hosil qildiganligini Rossiya Federatsiyasi urush to'xtatishga tayyor ekanligini bildirdi. Lekin bu xabar tashqari dunyoga e'lon qilinmagan edi. Orliqda shundaq degan edi. Lekin tashqari dunyoga e'lon qilinmagan edi. Bu qatam ham tashqari dunyoga e'lon qilindi bu xabardi. Hazır ondaqdan Ukraina ziminidan besib bilingan yerini %lashtirsangiz 20%. Vatandaş 20% etrafında Ukraina'nın bir devletinin ziminini besib bilib, o'zining zimini qilish va shuni shart qilish asosida tinchlik suhbati o'tkazib. Buning Ukraina xalqi nima deydi? Ben o'ylaymanki, prezident Zelenskiy qo'shilmaydi va Ukraina xalqimi qo'shilmaydi. Bu yerda endi gap ondan hozir Ukraina'nın NATO'ga a'zo bo'lib kirishi, Ukraina'nın Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi. Arliq sizlar xabar yetkazdik. Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirdigan bo'ldi va Yevropa ittifoqi bu to'g'rida Ukraina bilan suhbat quradigan bo'ldi. Hozir gap besib olingan ziminlar va bu ziminlarni Ukraina'ning ozod qilishi to'g'risida gap yo'q. Lekin Ukraina NATO'ga Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lib kirishga Yevropa ittifoqi bilan suhbatlashadigan bo'ldi. Yevropa ittifoqi bu qarorni e'lon qildi, biz sizlarga yetkazib bo'ldik. Endilikda nima deydi desangiz, Ukraina NATO'ga a'zo bo'lib kirdigan bo'lsa, bu kelishimga, masalan, prezident Vladimir Putin o'tirib qo'ygan kelishimga to'sqinlik paydo qilamdi desa, bu to'g'rida bir nafar Rossiyaning amaldori nima deydi? Yaqin kelgusida Ukraina NATO'ga a'zo bo'lib kirolmaydi. Bu balki Rossiyalikning maydoni bo'lishi mumkin. Bu balki urushga qartilgan Rossiya Ukraina o'tirish urush qartilgan bo'lishi mumkin. Buni qat'iy nazar hozir Yevropa ittifoqining oldida turibdi Ukraina, NATO'ning oldida turibdi Ukraina. Yevropa ittifoqi tariqasida javob qaytardi, NATO taxi javob qaytarmadi. Urush bo'layotgan rayon Rossiya men mishan dastlab turib, men sen bilan tinchlik suhbat quraman. Ukraina buni qabul qilmaydi. Prezident Vladimir Putin takrar urush to'xtatishni xohlaydigan qiyofatini ko'rsatdi. Bu qiyofat uning fursatparastligini va hadisi o'zgarib turadigan ishik taqib olib, masala hal qilish usuli ega kishganligini ko'rsatib berdi. Endi bu yerda yana biri Rossiya amaldori nima deydi? Prezident Vladimir Putin haqiqatan urush sepida urush to'xtatishni xohlaydi. Kayniga bir qadam chekinmaydi, hatto 1 metr bo'lsin. Demek hozir Rossiyaning xohlaydiganligi oydinlashdi. Vatandaş nima demoqchi?
Men tügün dedi ki 4 ülkeni besip aldım. Muşu besip alğanım hazır tayyar paket real bir gavda. Bunu halkara cemiyet itiraf qilish kerak. Bunu hem Ukrayna itiraf qilish kerak. Anda münasebetlik devletler hem bunu itiraf qilish kerak. Başta aytibdi ki Rossiya g'alaba qildi desalar, men suhbatga o'ltirman debdi. Bu mümkünmü de vatandaş? Halkara cemiyet şu digini bu işi ma'qul deyish mümkünmü? Men taza dergumanda, bu to'g'rida dergumanda, biroq hozir yani sizning dergumanda turishingiz uchun taza to'liq yo'l bermayotgan narsa Yevropa İttifaqı komitetining raisi von der Leyen xonimning kelar oydan boshlab Ukrainaga beriladigan yordam uzilib qoladi deganligi. Shundaqla Ukrainaga beriladigan yordam va konkret talab bo'yicha 610 million dollarni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisida tasdiqlanmaganligi, ovozdan o'tmaganligi. Yani şu tariqada mush ahvolda Ukraina va Rossiya munosabatlarining 2024-yili qarab ketayotganligini nazarga olsangiz. Hozir hisobda Prezident Vladimir Putin gap qiladigan chog'. Yani G'arb dunyosining Ukrainaga yordam berishi ojizlashayotgan shundaq paytda Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin gap qiladigan chog' kelib qoldimi? Ukraina uning shartlari bo'yicha tinchlik suhbatini qabul qilamdi. Agar qabul qilib Ukrainada besilingan 4 ülkeni Rossiyaga berib yetish bilan tinchlik suhbati kelishim hosil qiladigan bo'lsa, Prezident Zelenskiy bu to'g'rida nima deydi? Ukrainaning urush ahvoli qanday bo'ladi? Bu endi oldimizdagi yillarda o'tirg'i chiqadi vatandaş. Şuna muşu sual intayin eğer sual oldu hem eğer vaziyet oldu sebep Rusya zimini bulup gitti 4 ülke Ukrayna'nın değil hazırça endi G'arbning yordamidi ki işkilini işle veya ki acizlap ketişle Ukrayna'nın aldığı kelgende Ukrayna halkı Prezident Zelenskiy zaten nima qilish kerak? Bu keyingi dunyoga qanday ta'sir ko'rsatdi? Masalan, Jungokom partiyasi Tayvan masalasi bo'yicha burunda qanday ilhom oladi? Yoki Rossiya Ukraina urush masalasi bo'yicha Jungokom partiyasi qanchalik o'z oldiga tamanno qo'ydi? Masalan, shundoq bo'lib Rossiya egallagan zaminlar Rossiyani bo'lib ketadigan bo'lsa, Beijing Kompartiya hukumati qanday tamanno qo'ydi? Mushu orliqda, mushundaq vaziyatda Jungo Ukraina'nın takdirini ko'rib turib, Tayvanga bir qo'pollik qilishi mumkinmi? Mushu savollar hozir o'tirg'i chiqdi.